Assalomu alaykum. Dorilarga mukkasidan ketgan bemorlar kammas va bundan keyin afsus va nadomatlar bo'lsinki ko'payadi. Nevrozda dorilar yoki depressiyada dorilar kerak, faqat o'zining chegarasi bilan berilishi kerak. Shunday dorilar borki, yumshoq, ya'ni antidepressant yoki neyroleptiklar ichida nisbatan sustroq. Shundaylari borki, kuchli bemor uzoq muddat davomida ichsa ba'zi bir dorilarni, misol sebazonni o'rganib qoladi. Mana shu guruhdan bitta yoki ikkitasini bemorlar doktor nazorati ostida, ya'ni doktor tavsiyasi retsepti orqali olsa bo'ladi. Faqat bitta narsa, shu dori sizni yagona bir tayanchligingiz bo'lib qolishi kerak emas. Dori kasallikdan qutulish uchun bir fanarik, lekin fundament emas. Tushundingizmi? Dorilar bilan birgalikda mashqlar qilish kerak. Kerak, ixtiyoriy emas, kerak azizlar. Undan tashqari psixoterapiya kerak. Undan tashqari anglash kerak. Ba'zi bir holatlarda depressiyani o'rta hamda og'ir darajalarida yoki nevrozni o'tkir vaqtlarida psixoterapiya mayli kerak emasdir. Sal bemor o'ziga kelgunga qadar, lekin qolgan vaqtlari kerakdir. Sog'lom salomat bo'linglar. Psixoterapiya uchun kursga yozilish uchun murojaat qilinglar. Xohlasangiz 100%, xohlasangiz onlayn konsultatsiyani o'tamiz, ishlaymiz. Rahmat.